Hozir men sizga ichaklaringizni, o't qopingizni, jigaringizni 5000 so'mga qanaqa qilib tozalashni, yuvishni o'rgatib qo'yaman. Yuvganda ham oddiy yuvish emas, karcher bilan yuvganda yuvishni o'rgatib qo'yaman. Qaranglar. Bu muolajani tubaj deydi. Ko'pchilik so'ragan. Tubaj bu ma'lum bir moddalar ta'sirida o't qopini tozalash. O't qopi tozalangandan keyin jigar nagruzkasi kamayadi, jigar tozalanadi va shuni hisobiga ichaklarda ham tozalanish yuzaga keladi. Bu muolajani tubaj deydi. Tubajni eng yaxshi o'tkazish metodi magniy sulfatdan foydalanasizlar. Magniy sulfatni 25 grammligini olasizlar. 5000 so'm turadi aptekada. Demak, buni olib qiladigan ishimiz ertalab och qoringa, iloji bo'lsa dam olish kuni, chunki ichingiz keladi. Dam olish kuni shuni 200-300 ml suvda eritasizlar. Ilovdan issiqroq suvda eritish kerak bo'ladi. Ho'plab ichib, grelkaga issiq suv solib, ustidan bir material o'rab kuydirmaslik uchun 10 biqin sohangizga qo'yib, ya'ni jigar sohasiga qo'yib, shu sohaga yotib, oyog'ingizni sal qorningizga buklab olasiz. Mana shu tarzda 1 soat, 1,5 soat yotasiz. Bu holatda o't qopi to'liq bo'shaydi, jigardagi o't dimlanishi ham yo'qoladi va ichaklarning faoliyati tezlashib, ichaklardagi shlaklarning hammasi shu karcher yuvgandek ichingizdan tushib ketadi. Kun davomida 5-6 marta ichingiz kelishi mumkin. Ko'proq suvni ichib turasiz. Bu muolajani tubaj deydi. Gastroenterologlar ko'p ishlatadi. Men o'zim ham ko'p ishlataman. Bemorlarimda o'zimni ham sinab turaman. 1 oyda 1 marta qilsangiz yetadi. Juda zo'r effektivniy muolaja, faqat kimga mumkin emas, e'tibor beringlar, kimlarga mumkin emas. Demak, birinchisi o't tosh kasalligi borligi mumkin emas, o't toshni qo'zg'atib yuborishi mumkin. O'tkir gastritga mumkin emas. Ya'ni o'tkir gastrit yoki bo'lmasa o'tkir yara kasalliklar holatida, yana xuruj vaqtida mumkin emas. Oddiy holatda bemalol. Xo'p, o'tkir pankreatit, o'tkir xolestetit holatlarida ham mumkin emas. Ya'ni bunaqa holatlar ko'p uchramaydi va homiladorlik va hayz ko'rish davrida mumkin emas. Mana shu qolgan davrlarda bemalol qilsanglar bo'ladi. Ya'ni foydalaninglar. Ichinglarni shunaqa tozalab, yengil his qilasizlar. Dam olish kuni tavsiya qilaman qilishni, chunki o'sha kuni 3-4 marta, 5-6 martagacha ichingiz kelishi mumkin bo'ladi. Mana sizga oddiy 5000 so'mga ichingizni, jigarlaringizni, ichaklaringizni tozalash metodi hisoblanadi. Sog' bo'linglar. Tavsiyalarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Ichi qotadigan bemorlarga buni yuborib qo'yinglar.